O'quvchilarda adabiyot nazariyasiga oid ko'nikmalarni rivojlantirish moduli. Mavzuyimiz mumtoz adabiyot namunalarini o'rganishning samarali usullari. Ma'ruzachi Dilnoza Eraliyeva. Bugungi darsimizning maqsadi zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali qiziqarli, hissiy va interfaol shaklda o'qitish usullarini namoyish etish. Darsning shiori: mumtoz adabiyot muzeydagi meros emas, bugungi inson qalbi bilan yashaydigan tafakkurdir. Darsimizning boshlanish bosqichini meni tozala usuli bilan boshlaymiz. Mumtoz adabiyot haqidagi nazariy bilimlarimizni eslab, yozuv taxtasiga muhrlaymiz. Yozilgan atamalarni izohlab o'chiramiz. Har bir guruhdan bir vakil so'zlarning izohini topadi va o'chiradi. Shu bilan doskamiz tozalanadi va yangi mavzuni boshlaymiz. O'quvchilarga quyidagi savol bilan murojaat qilamiz, ya'ni bir savol 100 tafakkur. Nega bugungi yoshlar mumtoz adabiyotdan uzoqlashmoqda? Xo'sh, birinchi sababini raqamli texnologiyalar ta'siri deb aytishimiz mumkin, ya'ni telefon, internet, ijtimoiy tarmoqlar va kompyuter o'yinlari yoshlarning bo'sh vaqtini ko'proq egallamoqda. Qisqa videolar va tezkor axborotlar kitob mutolaasiga ajratilgan vaqtni kamaytirmoqda. Ikkinchi sabab bu mutolaa madaniyatining sustligi. Ba'zi oilalarda kitob o'qish an'anasi yetarli shakllanmagan. Bola ko'pincha ota-onadan namuna oladi. Agar oilada kitobxonlik muhiti bo'lmasa, farzandda ham adabiyotga qiziqish sust bo'lishi mumkin. Sabablarning uchinchisi qilib, bu asarlarning yoshlar qiziqishiga mos tanlanmasligini keltirib o'tishimiz mumkin. Ba'zan o'quvchilarga tavsiya etilayotgan asarlar ularning yoshi, qiziqishi va hayotiy ehtiyojlariga mos kelmaydi. Natijada kitob o'qish majburiyat sifatida qabul qilinadi yoki vaqt taqchilligi. Darslar, qo'shimcha mashg'ulotlar, kurslar va turli tadbirlar yoshlarning kitob o'qishiga vaqt ajratishini qiyinlashtiradi. Adabiyotni o'qitishdagi ayrim muammolar. Ba'zan asarni tahlil qilishdan ko'ra faktlarni yodlashga urg'u berilishi o'quvchining ijodiy fikrlashini cheklaydi va adabiyotga qiziqishini pasaytiradi. Muammoning yechimlari sifatida oilada kitobxonlik muhitini yaratish, zamonaviy va qiziqarli asarlarni tavsiya etish, kitobxonlik tanlovlari va adabiy uchrashuvlarni ko'paytirish, adabiyot darslarida kreativ metodlardan foydalanish, elektron va audio kitoblar imkoniyatlaridan samarali foydalanishni ko'rib chiqsak bo'ladi. Biz hozir siz bilan tirik obraz metodidan foydalanamiz. Bunda o'quvchilarga tirik obraz namunasi keltirilgan varaqalar tarqatib beriladi. O'quvchilar bu varaqalarda ularning monologlarini tinglab, ular qaysi adib ekanligini topishlari kerak bo'ladi. Demak, ularning nutqi keltirilgan, ularning g'azalidan namuna keltirilgan va rasmlar aralash holatida keltirilgan. Uning kim ekanligini rasmdan topib, quyidagi joyga yopishtirishlari kerak bo'ladi. Birinchisi: men qalbida yurt muhabbatini asragan shoirman. Men she'rlarimda xalqning dardi, zamon nafasi va inson qalbidagi orzularni kuyladim. Musofirlik meni yurtimdan ayirdi, ammo qalbimni vatanimdan ayira olmadi. Men ilmni, ma'rifatni va uyg'onishni eng katta boylik deb bildim. She'rlarimda ba'zan hijron yig'ladi, ba'zan esa umid gulladi. Chunki inson fasllarga o'xshaydi, goh xazon, goh bahor. Ey yoshlar, qalbingizni ilm va muhabbat bilan bezang. Zero ma'rifatli inson xalqining nuridir. G'azaldan namunalar keltirilgandan so'ng o'quvchilar ularning kim ekanligini topishadi va rasmlarni yopishtirishadi. Bunday namunalardan biz bir qanchasini keltirib o'tganmiz. Bemalol darslarda foydalansa bo'ladi. Keyingi metodimiz bu she'riy san'atlar kaliti deb nomlanadi. Ya'ni bunda badiiy asarlardan, she'riy san'atlardan namunalar keltirilgan. She'riy san'atlarning qaysi ekanligini o'quvchilar topishi kerak. Namuna sifatida birinchi varaqamizni ko'rib chiqamiz. O'g'irlasak hech narsa qilmas. Demak, bu qaysi san'at? Va bu san'atga misol keltiring. Yonida rasmlar orqali kreativlik bilan yondashilgan. Ikkinchisi oxiri boshi. Bu qaysi san'at? Va bu san'atga misol yozish kerak. Undan keyingisi o'zakdosh so'zlardan foydalanamiz. Bu qaysi san'at?
Chiroyli yolg'on bo'lsin, aqlga sig'mas chiroyli dalil bo'lsin. Bu qaysi san'at? Demak, bunda o'quvchilar she'riy san'atlarni topishlari kerak bo'ladi. Keyingi she'riy san'atimiz. Demak, bunda qisqa va tushunarli so'zlardan foydalanilgan, o'quvchilarni jalb qilish uchun rasmlar bilan birgalikda biriktirilgan. Mumtoz adabiyot namunalarini o'rganishning samarali usullari sifatida, demak, birinchi o'rinda ifodali o'qish, lug'at ustida ishlash, matn tahlili, qiyosiy tahlil, sahnalashtirish va munozara va suhbatdan foydalanamiz. She'riy vaznlarni biz 3 turga bo'lamiz: aroz vazni, barmoq vazni hamda erkin vazn. Aroz vazni bu arab adabiyoti ta'sirida kirib kelgan, Sharq mumtoz adabiyotida keng qo'llaniladigan janrlardan biri hisoblanadi. Barmoq vazni esa o'zbek she'riyatida ko'p uchraydi. Bu asosan misralarda bo'g'inlar sonining teng bo'lishiga asoslanadi. Erkin vazn esa biz sarbast deb ham nomlaymiz. Bu vazn va qofiya qat'iy talab qilinmaydigan she'r turi hisoblanadi va zamonaviy she'riyatimizda ko'p uchraydi. Barmoq vazni va aroz vaznining qiyosiy tahlilini oladigan bo'lsak, barmoq vaznida bo'g'inlar soniga asoslanadi, arozda esa hijolarning sifatiga asoslanadi. Barmoq vaznida biz turoqlarga bo'lsak, aroz vaznida rukunlarga ajratamiz. Barmoq vaznida bo'g'inlar soni muhim, arozda esa bo'g'inlarning sifati muhim, ya'ni qisqa va cho'ziq hijolarga ajratishimizda ahamiyatlidir. O'zbek she'riyatida keng uchrasa, barmoq vazni Sharq mumtoz adabiyotida keng qo'llaymiz aroz vaznida. Barmoq vazni sodda va tushunarli bo'ladi. Aroz vazni esa biroz murakkab va ohangdorlikni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, demak, biz bugun mumtoz adabiyot darslarida aroz vaznini o'tadigan bo'lsak, aroz vaznida biz hijolarni alohida ahamiyatlidir. Hijolarni biz 3 turga bo'lamiz: qisqa hijo, cho'ziq hijo va o'ta cho'ziq hijo. Qisqa hijo bu qisqa unli bilan tugagan yoki faqat unlidan iborat bo'g'inlar. Cho'ziq hijo esa tarkibida qisqa unli bo'lgan yopiq bo'g'in yoki cho'ziq unli bilan tugagan ochiq bo'g'in. O'ta cho'ziq hijoni biz misra oxirida cho'ziq unli bo'lgan yopiq bo'g'in yoki qator undoshlar bilan tugagan yopiq bo'g'inlarni olishimiz mumkin. Quyida sizga hijolarning belgilarining jadvallari va ularni ajratish keltirib o'tilgan. Rukun esa qisqa va cho'ziq hijolarning ma'lum tartibda guruhlanishidan rukun hosil bo'ladi. Rukunlar aroz vaznining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, bahrlar aynan rukunlarning takrorlanishidan hosil bo'ladi. G'azal keltiramiz. Demak, bu Lutfiyning "Ayoqingga tushar har lahzagi suv, masaldur kim charoq tubi qorong'u". Bu yerda biz har 4 ta bo'g'indan so'ng, ya'ni 4 ta hijodan so'ng bitta rukun, ya'ni ustun chizganmiz va ularni ajratganmiz. Bahr esa rukunlarning takrorlanishidan hosil bo'ladigan vazn tizimi hisoblanib, biz darsliklarda asosan 3 ta yoki shu 4 ta rukunlar bilan tanishamiz, bahrlar bilan tanishamiz. Bular faulun, mafoilun, foilotun va mustafilun rukun nomlari. Ularning taqdisi va bu bahrlarning nomlari keltirib o'tirilgan. Bahr aroz vaznining yirik tarkibiy qismi hisoblanadi. Har bir bahr o'ziga xos ohang va ritmni yaratadi. Baytdagi rukunlar sifatini aniqlaganda esa, demak, misra boshidagi rukun misra oxirigacha o'zgarmasa, bu solim deyiladi. Misra boshidagi rukun misra oxirida bitta cho'ziq hijoga qisqarsa, bu mahsuf deyiladi. Misra boshidagi rukun misra oxirida qisqarib, oxirgi hijosi o'ta cho'ziq hijoga aylansa, maqsur deb aytiladi. Rukunlarga ajratishni biz quyida ko'rib chiqdik siz bilan. Endi g'azal vaznini aniqlashda shu 4 ta bosqichga amal qilishimiz kerak. Birinchisi bu baytdagi misralarda hijolar sonini aniqlash. Ikkinchisi misradagi rukunlarni aniqlash va uchinchisi misradagi rukunlarning taqdisini aniqlash. Va oxirgi bosqichimiz rukunlar takroridan kelib chiqadigan vaznlar turini belgilash. Agar rukunlar soni g'azalimizda 4 ta bo'lsa, biz uni murabba deb ataymiz. 6 ta bo'lsa musaddas deb ataymiz.
agar 8 ta bo'lsa, musamman deb ataymiz. Radif va radif bu misra oxiridagi takrorlanib keluvchi so'z yoki so'z birikmasi radif hisoblanadi. Radiflar bir xil qofiyada bir xil ma'noni saqlagan holatda takrorlanib keladi. Radiflarning qo'llanilishi g'azallarda ixtiyoriy hisoblanadi. Qofiya esa she'r oxirida keladigan ohangdosh, aytilishi o'xshash so'zdir. Birinchi namunamizda demak, qofiyadosh so'zlar bu nishon va makon. Ikkinchi namunamizda esa ko'rmagan, sig'magan so'zlarni biz qofiya deb olamiz. Ravi bu tirgak tovush hisoblanib, qofiyadosh so'zlar tarkibida takrorlanib keladigan tayanch tovushdir. Ravining asosiy xususiyatlari so'zning oxirida keladi, so'zning asos qismida keladi va bir xil tovush hisoblanadi. Birinchi namunamizda ulni gumbazdir eshigi, to'ynikidan yo'q nishon. Necha gulgun po'sh qizlar manzil aylabdir makon. Bu yerdagi qofiyadosh so'zlarni ajratib olamiz. Ular nishon va makon so'zlari. Qofiyadosh so'z tarkibidagi bir xil tovush bu n tovushi bo'lganligi uchun, demak, ravini n tovushi sifatida qabul qilamiz. Keyingi bosqichlarda biz g'azallardan namunalar keltirilgan holatda ularni kuyini o'quvchilarga taqdim etamiz va u qaysi g'azal ekanligini topishadi. Shu bilan demak, darsimizni tamomlaymiz. Bu o'quvchilar uchun feedback xazinasi, ya'ni Navoiy xazinasi. Bugungi darsdan olgan eng qimmatli bilimlaringizni Navoiy xazinasiga joylashtiring. Sehrli sandig'imizga kim nima olgan bo'lsa, barchasini soladi. Ya'ni mavzuni to'liq tushungan o'quvchi Zumrad, mavzuni tushungan, lekin ayrim savollari bo'lgan o'quvchilar Yoqutni, mavzuni yana takrorlashim kerak degan o'quvchilar oltin tangani shu sandiqqa solishadi. Shu bilan darsimiz tamom. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.